Hop. Bugün biz yangicha DNK masalasi haqida gaplashamiz. Yangicha DNK masalasi u qanaqa? Yangicha DNK masalasi bu biz DNKni bilamiz. DNKmizda genetik injeneriyada har xil fermentlardan kesardik hamda ularni ikki bir bahslarni beruvchiligida biz kesardik. Ligazada bo'lsa nima qilardik? Ularni endi ikki bir bahslarni pibiyat tuzilmik fermentlar kesganda bizda DNK bo'laklarga bo'linadi. Demak, endi ligaza fermentini tasvir etganimizda ligaza fermenti bo'laklarga bo'lingan DNKni qaytib ularda demak biz bugun DNKning yangicha masalasini fermentlar bilan ishlashda masala bor ekan. Endi bizda laboratoriyada bor ekan. Masalan, biz aytaylik, laboratoriyada bor ekan. A ferment kin B ferment S hamda D fermentlar bor ekan. Demak, laboratoriyada bizda A, B, S hamda D yozib F fermentlar bo'ladi. Endi A, B, S hamda F fermentlar bizda laboratoriyada bo'lsa, men uni DNK molekulasiga ta'sir etib ko'raman. Ya'ni DNK bizda tezlantirgan bo'ladi, uzun molekulalarni. Endi shu uzun molekulalarni mana shu fermentlar, to'rt ferment har xil kombinatsiyalarda aralashtirib ko'rib, buni kesaman ekan. Avval o'zini, keyin kombinatsiya bo'ladi. Demak, masala shart etyaptiki, hop, ma'lumotlar organizmdan ajratib olingan chiziqli tuzilishga ega DNK molekulasi maxsus A, B, S hamda F fermentlardan alohida hamda turli kombinatsiyalarda aralashtirib parchalandi. Hosil bo'lgan DNK bo'laklari elektroforex uskunasi orqali tekshirilganda ularning tarkibi quyidagicha bo'ldi. Hop, bizda ma'lumot berib ketadigan bir kilobazamiz mingta nukleot juftligi. Demak, bir kilobazamiz nechta nukleot bo'lar ekan? Bir kilobazamiz bizda 2000 ta nukleot bo'lar ekan. Demak, 2000 ta nukleot bo'lsa, 2000 ta nukleot degani bu, hop, DNKning o'sha 2000 ta nukleotniki bo'lsa, 1000 ta nukleot bo'ladimi? Demak, 1000 ta nukleotdan hop, bu kilobaza degani bu kilobaza maxsus o'lchov birligi hisoblanib, uzunlikni o'lchaydi. Demak, bizda DNKni 3 xil uzunlikda o'lchaydigan birliklarimiz bor ekan. Ya'ni birinchisi eng kichik nanometr, undan juda kattarog'i angstrom hamda eng kattasi bizda 1 kilobaza bo'lar ekan. Demak, hop. Endi hop, masalan, aytyapmiz. A ferment olib turib, bitta o'zini olib turib DNKga tashlaganda DNKni shunday joyga kesish kerak ekanki, bizda A fermentda shunday joyga kesish kerak ekanki, DNK 10 kilobaza hamda 40 kilobazaga ajralsin ekan. Demak, DNKga A ferment ta'siriga o'tkazganda 10 bilan 40 ga ajralsa, demak, shuni DNKmiz 50 kilobaza bo'ladimi? Endi ikkita bo'lak bo'lyapti. 10 kilobaza hamda 40 kilobazaga bo'lyapti. Shunda ikkalasini qo'shadigan bo'lsa, 50 kilobaza bo'ladimi? Demak, ikkalasini qo'shganda demak 50 kilobaza bu DNKning umumiy uzunligi. 50 kilobaza. Endi A ferment shunday joyda kesar ekanki, 10 va 40 ga ajralsa ekan shu yerda. Demak, mana bu joyda 10, bu joyda 20, 30 hamda 40 bo'lsa, bu yerda 50 desa, mana bu yerda 0 desa, hop, demak, 10, 20, 30, 40 hamda 50 kilobazali DNK hosil bo'ldi. Endi mana shu DNKni
A fermentini tasavvur o'tkazganda 10 va 40 ga ajratiladi. Ajratimi? Deylik, A fermentini qo'yganda 10 ga ajraldi hamda 10 dan keyin qolgani 40 qolyapti. Demak, men A fermentni to'g'ri qo'yib oldim. Endi B fermentini topaman. B ferment ozgina mujmalroq bo'lgan masala shaklga ketgan. A va B fermentini qo'shib ketganda menda 3 7 hamda 40 kilobaza hosil bo'lar ekan. Demak, A plus B fermentini qo'shib ketganda menda hosil bo'lar ekan 3 kilobaza 7 kilobaza hamda 40 kilobaza. Menda A fermenti bor, keyin B fermenti bor. Ikkalasini aralashtirib teng kelganda to'kganda 3 kilobazalik denga birga hosil bo'ladi ekan. 3 ta denga birga hosil bo'ladi ekan. Birinchisi 3 kilobazalik, olib qolgan 3 kilobaza chiqadi ekan. 7 kilobazalik hosil bo'ldi. Undan chekakroq. Keyin oxirida qaraganda 40 kilobazalik to'kib ekan. Bu degani nima degani? Bu degani A va B fermentida o'tkazganda menda A qaysi joyda kesgan? A kesgandan keyin A bilan ana shu B aynan A kesgan joydan boshqa joy, ortiq bo'lgan joyni kesganda 3 hamda 7 hosil bo'ladi ekan. Demak, B fermentini 3 gacha kesadi ekan hamda 7 ikkalasi qo'shsam umumiy 10 kilobaza. Menda A ferment o'zi kesganda 10 hamda 40 ga ajraladi demak. 10 va 40 ga ajraladi. 10 da 3ni B kesyapti, 7si qolib ketyapti. Demak, mana bu joyda 3 bor deydigan bo'lsam, B ferment shu joydan kesdi. A va B ferment aralashtirganda 3 hosil bo'ldi. Mana 0 dan 3 gacha 3 hosil bo'ldimi? B dan A gacha 7 hosil bo'ldimi? 3 dan 10 gacha 7. Endi qolganiga 40 50 dan 10 deydigan bo'lsam, qolganiga 40. Demak, 3 ta denga birga hosil bo'lar ekan. 3 kilobazali, 7 kilobazali hamda 40 kilobazali hosil bo'ladi ekan. Endi hop A va S fermentlar. A va S fermentlar. Unda B va S ekan. Demak, B va S fermentlar. A va S fermentlar kesganda deyapti, hosil bo'ladi. Hop 10, 15 hamda 25 hosil bo'ladi. Hop 10, 15 hamda 25 hosil bo'ladi. Endi B va S bo'lganda deyapti. Hop 3, 15 hamda 32 hosil bo'ladi ekan. 3, 15 hamda 32 kilobazalik denga bo'klari menda hosil bo'ladi ekan. Endi A va S ko'rsatganda menda 10 menaga chamada 10 ga A ferment kesadi, qolgan 40ni bo'lishib oladi. Ya'ni 25 bilan 15 ga S ferment bo'lishib oladi. Ya'ni S ferment qolgan 40ni qaytadan kesganda menda 15 bilan 20 bo'lishar ekan. Hop, menda 20 xolos 20 chiqaman. 20 chiqqandan keyin menda qanaqa hosil bo'ladi? Tak turadi. 25, to'g'rimi? Mana shu joy 15 bo'ldimi? Qolgani 25 bo'ldi. 25 bo'ldi. Deylik menda shiddasi kesgan. Endi menda B va S fermentlar kesgan. B va S ferment kesganda deyapti 3 kilobaza. B kesganda 3 kilobaza ketdi. Necha qoldi? 47 qoldi. Qolgan 47sini 15 hamda 32 ga kesyapti ekan. Mengacha necha bo'ladi? Mengacha necha bo'ladi qarasam. Mengacha 25 dan hop 3 deydigan bo'lsam, men 3 bo'ldi meni 0 dan 25 gacha. 3 gacha kesdi, qancha qoldi? 25 3 deydigan bo'lsam, 22 qoldi. 22 bo'lganda 22 bilan yo'qqa qarasam. Demak, men sana noto'g'ri bo'lgan bo'laman. Endi sana olib turib bu tomondan 15 o'lchasan. Ya'ni 35 ga qo'ymasam. San shundan qarang. 3 ga bo'lgan, qolgani 47 qo'ygan.
47 meni kechirchiman. 3 dan 35 ga cho'yishsa 32 mi? Bor. 32 dan 32 mi? 35 ni yana kechirchisan 5 mi? Demak 15 dan 15 dan bor ekanmiz. Hop, demak bizda 3 biletnisi bor. Mana 3 kilobaza. 3 kilobaza 3 dan 10 gacha 7 kilobaza hamda hop qolganini topaman. Statistika nega kesaligini. Shuni kesaligini kesibdi. Endi yana qo'shimcha beryapti menda. A va F fermentlar beryapti ekan. Demak, A va F fermentlar. A plus F ni kesgani deyapti. Denga bilan nima deyapti? 4 ta kesrasin deyapti. Qanday deydi bo'lsak, birinchisi hop 4 18 ga o'tsin deyapti. Demak, 4 kilobaza 18 hamda 10. Shularga ajrasin deyapti. Qarayman. Arkasida tizgandim endi. 10 gacha kesamadi. Demak, 10 bor. Menga olmadi. Umumiy 10 kilobaza. Endi qolgan qancha qolyapti? 40. Demak, fazilotga qolyapti. Qarasam, jut kesganda menda 3 ta bo'lak hosil bo'lib turadi. Endi A bilan F kesganda deyapti, 4 ta bo'lak hosil bo'lsin deyapti. Demak, menda F ferment denkani qaysidir ikkita joyda kesib turgan bo'ladi. Men buni bilmayman. Topib olishim uchun qolganini so'raman. Demak, A plus F deyapti. 4 10 minutlarida F shunaqa joyda kesish kerak ekanki, qolgan 40ni 18 hamda 4 ga bo'lsin ekan. Endi yana beryapti ekan. Hop, S va F beryapti ekan. S va F fermentni aralashtirib kesganida hosil bo'ladi deyapti. 3 14 15 hamda 18. 3 14 15 hamda 18 hosil bo'lsin deyapti. S va F aralashtirib kesganda. Hop, qarayman. 10 ni kesganida S va F kesadi. Demak, S bilan kesganimda 8 bo'ldi. 8 bo'lgandan menda bu tomonda 15 qoldi, mana 15 qoldi. Demak, bu tomonda F kesib turibdi. Bu tomonda qancha qoldi? 35 bo'lsa, 15 bo'lsa, da 35 qoldimi? 35 hisoblayman. 3 ga qo'yib qo'shaman. 17 mi? 17 18 bo'lsa, 35 mi? Demak, F fermenti bu tomondan qaysidir ikkita joyda kesilgan bo'lar ekan. Buni topib olishim uchun men bu tomonga qarayman, bu tomonga qarayman. Hop, adenin plus A plus F fermentlar kesganda 4 18 kesalar ekan. Bu tomondan nega kesib kelyapti shunda? 10 dan 35 gacha. Shu aloqani kessin ekan. Kesganda menda hop 3 bo'lib 18 bo'lsin ekan. Shunaqami 3 bo'lib 18 3 o'ndan 18 hosil bo'lsin ekan. Va hop F fermentni birinchi segmentda nima bo'lsa? Hop metr nima bo'lsa? To'xtaydi. A plus F ferment 4 kilobaza 10 kilobaza bor endi. 4 kilobaza 18 hamda 18 yozasiz deyapti. Hop 4 kilobaza yozasiz tushunda o'ldirib to'g'ri kelishmaymi? O'ldir. Demak, F fermentda she'rini olsam, shashintiraman, she'rini olaman birinchi. Masalan, xato qilgan bo'lsa, boshqa deb olaman. Endi ikkinchi o'rndan topishim kerak, ya'ni ikkinchi sektorda borishim kerak. Hop 18 hamda 18 ga bo'lsin deyapti. O'ldirda 35 gacha qancha bor? Hop 35 o'ldi. 20 mi? Endi 20 hosil qilish kerak emas. Endi hosil bo'lishi kerak. Hop 18 ga chiqish kerak. A plus F dan. Hop A F kesgan deyapti. 18 ajrasin deyapti. Yana qaysi joyda kesgan? 18 ajrasin deyapti.
o'ntaga qolgan qancha bo'lyapti? O'ntaga qolgani 50 da beraman. 50 da bersa, 50 bo'lsa 36 mi? Demak, 36 hosil bo'lyapti. Shu 36 ni 2 ga bo'lib bersa, 18 ni 18 ga bo'lib beraman degan. Demak, belgilashgan. Shunda bu 4 kilobaza bo'lgan. Bu yergacha umumiy 14 kilobaza bo'lgan. Endi umumiy 7 kilobaza edi. Undan 14 kilobazasi ketganda qolgan 36 ga oladi. Qolgan 36 ni deyapti. Ikkinchi ifade ikkinchisi, ya'ni ikkinchi qismi deyapsizmi? Teng 2 bo'lsin deyapti. Ya'ni 36 ni teng 2 bo'lsin deyapti. Shunda 14 ga 18 ni qo'shib bersa, ya'ni 14 plus 18 shundan 2 32. 32 da ketsin deyapti. 32 ni ichida o'zgarishgan bo'ladi. 32 Fayfirmasiga qo'yasan, qarang. Endi san plus da 3 ga ajratsin deyapti. 32 dan 35 gacha 3 bormi? Endi 3 14 tagacha bor. Fa'l kesganligicha 14 kesganmi? Demak, bor 15. Sadan 35 dan 50 gacha 35 dan 50 gacha menda 15 kilobazami? Demak, bor 18 kilobaza bu fodan bu fogacha menda 18 kilobazani tashkil qiladi. Demak, men dengani filamentlarni ta'sir etadigan, kesadigan maxsus joylarni topib oldim. Maxsus joylarni topib oldim. Endi bemalol men masala shaklida tushunib kiragan. Mana birinchi joyda A shaklida aytganki, A, B, C hamda F filamentlari dengaga ta'sir etuvchi joylarni to'g'ri ketmaganligida sadr orasidagi nukleotlar miqdorini ko'rsatgan holda joylashtiring deyapti. Demak, 3 kilobaza, 7 kilobaza, 4 kilobaza, 4 kilobazadan bu fodan bu fogacha 18 kilobaza, böyle 3 kilobaza hamda bu tomonda 15 kilobaza. Demak, A shartimiz 3 7 4 18 3 15 hamda bu 15 o'zi ekan. B sharti deyotganki, B va F fermentlari aralashtirib bir vaqtning o'zida dengaga ta'sir etilganda hosil bo'lgan fermentlardagi nukleotlar miqdorini aniqlaydi. Hop, demak, B va F topish kerak. B qayergacha kesadi? Va kesdi 3 kesdi. 3 kesdi. F joydan kesdi. Kesganda B dan F gacha qancha edi? B dan F gacha menda uni o'ntirib 3 edi. O'ntirdi 11 mi? Demak, 11 kesar ekan. Chiqdi. 11 kesar ekan. 3 kesar ekan. Hop, yana. Menga 3 kesdi. Mana 3 kesgangacha undan B dan F gacha 11 kesdi. Kim bu F dan bu F gacha 18 kesadi. 18 kesgandan keyin bu F dan 50 gacha qancha qoladi shunda? 18 qoladi baribir. 18 hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan B va F fermentlari aralashtirib dengaga solganida menda hosil bo'ladigan denga bloklarining kilobazadagi o'lchami. Demak, B shartimiz 11 kilobaza 3 18 hamda 18. S shartida chegaraga ko'proq bergan. S shartida A, S hamda F fermentlari aralashtirib bir vaqtning o'zida dengaga ta'sir etilganda hosil bo'lgan fragmentlardagi nukleotlar miqdorini kilobaza. Hop, A plus S plus F deyapti. B bo'lmasin deyapti. A kesdi qayergacha? 10 gacha demak. Endi bor ekan 10. Keyin S
yana so'takin f kesib. Ana f ayga kesib yoqaman. F masala. Endi f yaqinroq uchun men hop adan f ga chiqmaga kela bosamiz. 4 kilo bazamini, demak 4 kilo bazasini yapdik. Keyin bu f da kesilgan joyda ikkinchi kesilgan joyga kesilgan qancha bordi? 18 kilo bazam bordi demak. Yana 18 kilo bazam kesyapti. Keyin 18 kilo bazam f dan s gacha qancha kesyapti demak 3 hosil bo'lyapti. Keyin s dan bu yog'i 15 hosil bo'lyapti. Hop 3, 18, hop 10, 14,